Assalomu alaykum aziz qadrdonlar. 1,5 million so'm oylik to'lov bilan kuniga 50 ming so'mdan bo'ladi. 10X Redline'ni avtosalondan bitta ko'rsatib qo'ying. Avtosalondan mashinalarni qaranglar akalar, terilib yotibdi. Mashinalar orasida sizning ham bitta yangi mashinangiz turgan bo'lishi mumkin. Bittadan like bosib qo'ying. Orzungizdagi mashina qanaqa? Umuman olganda O'zbekistondagi siz uchun puliga arziydigan, stoyt bo'lgan mashina qaysi turi? Albatta kommentariyada yozib qoldiring. Xo'p, akalar, hozir biz avtosalondamiz. Avtosalonda qo'lida jadvalim bor. 60 oygacha rasochkani 36 oydan boshlab boshlang'ich to'lovlari, kunlik to'lovlari, oylik to'lovlari, sug'urta to'lovlari haqida ham to'liq ma'lumotni beramiz. Sizlar ungacha bittadan like bosib, obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Sababi bizning kanalimizda avtosalondan tashqari ustalar, naveslar, kanalizatsiya xizmatlari, undan tashqari travertin, shunga o'xshagan fasad, ichki remont, tashqi remont ishlab chiqarishlar hamma haqida ma'lumotlar bor. Eng kerakli kanallardan bittasi deb hisoblayman. O'shaning uchun tezda obuna bo'lib, o'zingizga qanaqa usta kerak bo'ladigan bo'lsa yoki ishlab chiqarish joyidan, birinchi qo'l joyidan kerak bo'lsa, kanalimizga kirsalaring hammasi haqida to'liq ma'lumotlar bor. Biz boshlaymiz unaqada. Bittadan like bosadigan bo'lsalaring, xo'p, bu mana shu ko'rib turganlaring 10X Redline, ya'ni oxirgi eng so'nggi pozitsiyasi. Qolganlardan farqi, men qarang, emblema qoragan bo'ladi, mametida qizili bo'ladi. Oldida, ular ham polni qora bo'ladi, hech narsa qilmaysiz. Oldini ortiqcha pul sarflab qoraytiradigan narsalar bo'lmaydi. Undan tashqari mana bakovoyni qarang, qizili bo'ladi bakovoyda. Keyin diska qora bo'ladi, manetida ham mana shunaqangi qizili bo'ladi. Hozir eshiklari bekiq ekan. Yana ko'rsatib o'tardik. Bunday qaraydigan bo'lsangiz, salonini ichida koja bo'ladi, sidinalari, o'sha koja joylarini atroflari ham, iplari ham hattoki qizil qilib, chiroyli qilib tikib qo'yilgan bo'ladi akalar. Umuman olganda 10X olganga yarasha oqini olish kerakmi, qorasini olish kerakmi yoki bunaqangi Redline'ini olish kerakmi yo prostorovni olish kerakmi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozirgi kunda 10X'larni rastruchkaga beryapti, lekin Cobaltlar mana terilib yotganiga qaramasdan rastruchkaga chiqqani yo'q. Bittadan kommentariya yozinglar, Cobaltga ham rastruchka beringlar deb yozinglar. Mana shu kommentariyalaringni rahbariyat Toshkentning eng kattalari ko'rib, haqli talabi bor ekan Cobaltga rastruchkaga yoki 10X'larni boshlang'ich to'lovsiz 5 yilga, 10 yilga beringlar deb yozinglar akalar. Hammamiz maza qilib mini yuraylik. Hozirgi mavjud grafiklarni men o'qiyman, bittadan like bosish esdan chiqmasin akalar. Bo'lmasa biz ketdik. Xo'p, 10X Redline'ini 30% boshlang'ich to'lov to'laydigan bo'lsangiz, o'zini narxi 230 million, 69 million so'm to'laysiz. Oylik to'lovingiz 36 oyga 4 million 400 ming so'mdan chiqadi. Eng full 10X akalar. Endi 40% boshlang'ich to'lov qilib 44 oy mobaynida oylik to'lovlarni pastroq qilib to'layman desangiz, 92 million so'm to'laysiz. 44 oy mobaynida 3 million 144 ming so'mdan to'lab bemalol ochib ketsangiz bo'laveradi. Boshlang'ich to'lovini qilsangiz bo'ldi, qolgani arenda puliga deb hisoblasangiz ham bo'laverar ekan. Hattoki mashinani eskirishiga ham akalar, bitta arendani olib minadigan bo'lsangiz ham o'sha mashina yiliga kamida 2000 dollarlik eskiradi. O'shani hisobiga bemalol 10X'ni oyma-oy arendani hisobida minib yursangiz bo'laverar ekan. Endi akalar, 55 oyga olaman, 50% ni to'layveraman deydigan bo'lsalaring, 115 million so'm shitir to'laysiz. Shitir to'laganingizdan keyin sizga 2 million so'mdan g'irtayta oylik to'lovi chiqaverar ekan akalar. Sizlar to'lab, maza qilib, mashinani minib yuraverasizlar. Arendaga bermaydi hech qayerda 2 million so'mdan 10X Redline'ini oilangiz maza qilib olib yurganingizda bu pullar hammasi chiqib ketadigandan bo'ladi. Endi 60 oyga boshida aytganing qanaqa edi deydigan bo'lsalaring, 138 million so'm qurutdek qilib tasatsanasiz, endi sizga 60 oyga qo'yib berishadi. 60 oyga 1,5 million so'mdan to'lab yuraverasiz. Maza qilib akalar. Bitta-bittadan like bosadigan bo'lsalaring, keyingi videolarimiz boshqa pozitsiyalar haqida bo'ladi, trekkerlar haqida bo'ladi, Damas rasochkalari, Cobalt haqida. Cobalt haqida ham yangilik bormi yo'qmi kirib bilamiz. Rasochkalari bo'lgan bo'lsa, Cobaltga ham birinchilardan bilib olasizlar. Dirsa like bosib obuna bo'lib qo'yinglar.